Assalomu alaykum, mani YouTube'dagi obunachilarim. Bugun men sizlarga fevral oyidagina faqat bo'ladigan yangilikni aytmoqchiman. Juda ko'pchilik menga kiradi deb faqat detskiy massajni o'zini o'rganmoqchiman yoki kimdir kattalar massajini o'zini o'rganmoqchiman deyshadi. Keling, men sizga bugun o'quv kursimdagina farqini ko'rsatib beraman va faqatgina fevral oyidagina detskiy massajni o'ziligini kurs ochish niyatim bor. O'shaning uchun yozilib olishga shoshilinglar. Bu aksiya keyingi oy bo'lmaydi. Narxi ham albatta farq va detskiy massajni o'zi bo'lgan narxini ancha tushirib beramiz. Va u ikkinchi smen bo'ladi. Ikkinchi smen ham ko'p xohlaysizlar-ku. Sizlarga hozir o'qishimni farqlarini aytib beraman. Siz massaj sohasiga kirib kelyapsizmi? Hammasini o'rganishingizni tavsiya beraman. Chunki faqat bitta detskiyni o'zida to'xtab qolishingizni xohlamayman. Massajga nimalar kiradi? Meni o'zimni 1,5 oylik kursim ichida detskiy massaj noldan boshlab o'rgatiladi. Ya'ni 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning kasallik tarixi nimalardan kelib chiqadi, qanaqa davolash kerak, qanaqa lecheniya qilish kerak o'rgatiladi. Va undan keyin 2-3 yoshli boladagi qomat buzilishi, skolioz, X-abras, O-abras tashxis qo'yishi bilan, konsultatsiya qilish bilan va uni massaj texnikalari o'rgatiladi. Buning ichida suxoy massaj, osteopatiya bor, juda ko'p texnikalar bor, juda ham ko'p, ishoninglar o'tdi. Va bu texnikalarni qilganingizda natijasi juda zo'r bo'ladi. Keyingisi kattalar massaji ham bor. Kattalar massaji ham hozirgi paytda juda ham talab kuchayib ketyapti. Chunki onalarimiz o'sha o'zligini qadrini bilishyapti, massaj olishyapti va vrachlarimizdan o'zi ham massaj yozib berishyapti. Va ko'pchilik kattalar massajiga meni kuchim yetmaydi deb o'ylaydi, lekin meni texnikalarim sizga kuchingizni zo'r ta'minlab beradi. Nimaga? Men o'zim massajistman, bilasizlar, buni bekitish shart emas. Men detskiyni ham, kattalarni ham qilardim-da, charchab qolardim. Ayniqsa kattalarni qilganda charchab qolardim-da, bo'ldi. Undan ko'ra ikkita shuni o'rniga ikkita detskiy massaj olib qo'yaman, bo'ldi, o'sha pul derdim. Lekin u biznes bo'lib qolardi-da. Men kattalarni ham baribir qilgim keldi, lekin charchirdim, ko'p ola olmasdim. Keyin shu kattalar massajini shunaqa o'rgangim keldimki, men kuch sarflamasdan zo'r natija qilib berish yo'lini o'rgandim. Rosa o'qidim bu uchun, juda katta pul sarfladim. Agar men hozir shu o'qiganlarimni pulini hisoblasam, ancha katta pul, yaxshi mashina yoki bitta yaxshi uy olsa bo'ladi-da. Bilimga sarflash kerak qizlar. Kattalar massajda shunaqa zo'r texnika o'rgatamizki, Alloh izni bilan charchamasdan turib zo'r doposli chiqarib berasizlar. Undan tashqari yana alohida narsa bor, baliskiy massaj, relaks massaj, olovli skrab, skatka. Ya'ni skrablarning o'zini tayyorlaydigan usullari bor, skatkalar bor, bochkalar bor. Kedir bochkalari, shunaqa ko'p narsalar bor baliskiy massajda. Bu ham hozir juda ham zamon talabi bo'lib qoldi. Baliskiy massajni men Nani degan baydan kelgan qizdan shaxsan o'rganganman va bu texnikalar juda ham zo'r. Ayollar markazimda bu texnikani o'rgatgan paytim qizlarim, "Vo, massaj bor ekan-ku" deb olishadi. Ya'ni siz tanani sog'lom qilishdan tashqari, tanani silliq qilib davolashni ham o'rgatiladi. Bundan tashqari bizda yana hijomat darsligi bor. Hijomat darsligi ham hozir juda ham ommalashib ketyapti va har bir massaj sohasidagilar hijomat darsligi ham o'rgan. Shu yerda qarangki, menda qo'shimcha dars beradigan odamlar bu o'quvchilar emas. Bu oliy toifali vrachlar dars beradi. Qarangki, hijomat darsligini ham bizda oliy toifali vrachlar dars beradi. Hijomat darsligida xalq taboatining assotsiatsiyasining a'zosi Barnoz Sobitova dars beradi, hijomatdan o'quvchi emas. Bundan tashqari logo darsligimiz bor. Logo darsligi siz logoped bo'lib qolasiz degani emas, lekin yuzdagi muammolar bolalardagi hozirgi paytda deyarli ko'pchilikda nutq qoqida qolyapti, harf to'g'ri chiqarib bera olmayapti va siz shu jarayonlarda yuzdagi mushaklar bilan, til bilan ishlagan paytingizda harfini chiqarib berasiz. Voy, buni natijasi juda ham zo'r. Ya'ni logo ustozni ham darsdan keyin o'quvchilar hozirgi paytda ishlashyapti, natijasi vobshe zo'r-da. Yana undan tashqari men darsligimda mobilografik darsligi ham bor. Mobilografik darsimizda hozirgi paytda hamma narsa Instagram qizlar. Sirasi mobilografik olib turib profilingizni yurg'iza olmaysiz. To'g'ri Instagram to'g'ri ochmasangiz profilingiz yurmaydi. Shuni qanaqa ochish kerak, qanaqa yurg'izish kerak, boshlang'ich qanaqa videolar olish kerakligini ana mobilografik qizim sizga o'rgatib beradilar va bu sizni shu kasbga kirib kelishingizga juda katta imkoniyat beradi. Meni o'quv kursimda o'qigan qizlar endi bu maqtanishda bilasiz, men juda ham zo'r natijalarga erishyapti. Hozirgi kunda doposlilar natijalari, filiallar ochib, sentrlar ochib ko'payib ketishganda, ishoninglar, $500 tikib, kuniga $500 yo $1000 topadiganlar ham bor. Amerikadan, deyarli butun dunyodan menga kelishadi. Qozog'istondan, Qirg'izistondan, vodiylardan juda ko'p shogirdlar kelishadi va kimda o'qigansiz yoki kim qaysidir massajga doposli ko'rib qolgan bo'lsangiz, albatta ular meni o'quv kursimda o'qigan bo'ladi-da. Va 1,5 oylik o'quv kursimda shunaqa ko'p imkoniyatlari bor va u yerda albatta praktika jarayoni ham bo'ladi. Endi detskiy massajga o'tamiz. Ya'ni sizga aytganda ikkinchi smenda bo'ladigan, faqat detskiy massajni o'zi bo'ladigan darsini o'tamiz. U o'tda faqat bolalar kasalligini sizga o'rgataman, noldan boshlab. O'sha chaqaloqniki, X-abras, O-abras o'rgataman va o'tda praktika bo'lmaydi. Va darsning soni 10 kun bo'ladi, 10 ta dars bo'ladi.
Bu ham ancha ko'p, ancha ma'lumot, chunki bir xilli kattalar massajini qilmaydi-da. Kuchim yetmaydi, xohlamayman deydi, bo'lmayapti deydi. Demak, kattalar hozir o'rgangan massajim men uchun yetadi, yana oshirgim kelmayapti, faqat detskini o'zi kerak deydi. Aynan sizga fevral oyida men tavsiya beraman. O'qib oling, faqat fevral uchun 2-smenada darsimiz bo'ladi va xudo xolisa bunda o'qiganingizda ham siz detski massajda zo'r do'pposi chiqara olasiz. Inshaalloh. Faqat buni muddati kam va praktikasi bo'lmaydi. Narxlari, ma'lumotlari bo'yicha shu nomerlarga telefon qilasiz, sizga aloqaga chiqishadi va ma'lumotlarni hammasini berishadi. Fevral oyida 2-fevraldan boshlanadi. Xudo xolisa tez yozilib ulgurib olinglar.